Hammaga salom. Bu YouTube'ga birinchi video. Bu NZD hozir bu haqida gaplashmoqchi emasman, chunki bu hali pozitsiya Take Profit'da olmagan. Lekin struktura bo'yicha yaxshi ketyapti. Hozir pastga tushish bo'yicha uzoq muddatli bitim. Euro USD bo'yicha hafta davomida olingan qanaqa bitimlar ko'rsataman. Biz daily'ga qaraydigan bo'lsak, candle'lardan eng yaqin bizda qolib turgan. Agar siz bu narsalarni ma'lumotlarni bilmasangiz, tushunmaydigan bo'lsangiz, bemalol o'qib o'rganishingiz mumkin. Ya'ni SNR bo'yicha biz deyarli hamma narsani qo'shamiz analizga. Agarda siz ham misol uchun hamma narsani biladigan bo'lsangiz, lekin qo'sha olmayotgan bo'lsangiz, uni qo'shilmasi alchemist bo'ladi, demoqchi bo'lganim. Biza qaraydigan bo'lsak, mana candle'larda, daily candle'larda bu yoqda qolib ketgan bizda SNR bor edi. Mana bu holatda SNR bor edi. Va ana o'sha joy bizaga bir muhim joy sifatida olinib, ya'ni umuman olganda biz CRT bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham, CRT'da hali low'ga tushmagan edi. To'g'ri, lekin 50% ga tushib bo'lganda, lekin hali low'ga tushmaganda va bu low'ı qisman ma'noda sell side'ga aylanyotdi. Bundan keyingi, ya'ni bu candle yopilib bo'lgandan keyin bu candle test berishi mumkin bo'lgan joy sifatida bu yoqqa olingan. To'rt soatga o'tadigan bo'lsak, 4 soatda siz ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda qolib ketgan open close, ya'ni shu joy olindi bizda. H1da bo'lsa, H1dagi open close olindi, ya'ni 4 soatga eng yaqin bo'lgan open close mana bu nuqta. Esingizdan chiqarmanglar, har doim bizga yopilish nuqtasi olinadi. Ya'ni bu candle ochilish nuqtasi emas, yopilish nuqtasi har doim olinishi kerak bo'ladi. Shuni qizil qilib turaman rangini. Bu yoqqa kelib bo'lgan o'sha. Endi biz 15 minutliga o'tganimizda nimani ko'rsak bo'ladi? 15 minutliga o'tgandan keyin biz sessiyalarni yoqishimiz kerak bo'ladi. Mana bunaqa holatda. Endi bu sessiyalarni hozir nastroykasi boshqacha tuzilgan. Siz misol uchun kirib yoqib ko'rsangiz, bunaqa holatda sizni sessiyangiz ko'rinmasligi mumkin, nastroykalar boshqa. Tabiiyki, yana bitta tasdiq sifatida Fibonacci qo'shilgan va Fibonacci'ni New Yorkka tortiladigan bo'lsa, mana high'dan low'gacha tortilinadigan bo'lsa, to'g'ri, low'dan high'gacha bizda Fibonacci'ni orqaga razvorot beradigan nuqtasi ham mana shu joylarga to'g'ri kelib turibdi. Demak, bu joylarni biz haqiqatdan ham bu liniyalarni biz key level sifatida tasdiqlab, shu yerdan bitim qarashga harakat qildik. Lekin magnitni o'chirib turay. Mana o'zim bu yoqdan kira olganim yo'q. Stop loss mana bu yerdagi high'ga qo'yilgan. Men o'zim kira olganim yo'q bu yoqdan. Bu yoqdagi sell side'gacha take profit. Yoki Asiatic low'gacha. Hamma har xil. Sell side'gacha birga 50 error bo'lyapti. Stop nima uchun bu yoqqa qo'yilyapti? Sababi mana o'chirib turaman. Biz GBP ga qaraydigan bo'lsak, M15 time frame ga o'tib olay.
GBPga qaraydigan bo'lsak, hop, mana shu yerdagi candleda SMT bo'lgan edi, adashmasam. 4-fevraldagi 20:00 dagi candle. (20:15) 20:00. Adashmasam mana shunda bo'lganmidi? (4-fevral 20:00). Magniton yaxshi ishlamayapti, cho'ta holat. Tortib qo'yapti. Mana shu candle. Adashmayotgan bo'lsam, bu yoqda ko'rayotgan bo'lsak, kichkina doji nimadir bo'lib qolgan. Cho'ta ochilmayapti-da. Ikkitasi mana endi ochilyapti. Yo'q, bu yoqda emas ekan. Bu yoqqa o'tib ketyapti ekan. Mana nuqta ekan. Mana soat o'zgarmabdi-da, o'shaning uchun New Yorkda qolib ketibdi. Boshqa vaqt ko'rsatib turamiz. Mana 8:00 4-fevraldagi O'zbekiston vaqti bilan bo'ldi ikkitasi. Nima holat bo'ldi bu yoqda? Mana 19:45 dagi candle maksimum yechilgan edi. Bu yoqda bo'lsa, o'sha maksimum yechilmagandi. Ya'ni SMT bo'lgan nuqta edi. Shuning uchun bu maksimumga stop loss qo'yish to'g'ri deb topilgan. Men o'zim kira olmadim bu yoqda baribir, chunki o'sha keraklicha risk bilan boshqa paralarda turgan edim, lekin yevroni kuzatdim, yaxshi yurib berdi bu ham.